Ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz advokat nomi bilan faoliyat yuritib kelayotgan firibgar qo'lga olindi. Firibgarlarning yangi hiylalari. Muqaddam firibgarlik jinoyatlarini sodir etgani uchun 5 marotaba, o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi uchun 4 marotaba sudlangan Jizzax viloyatida yashovchi Shahnoza ismli ayol Telegram messenjerida Yulduz advokat nomi ostida faoliyat yuritib, fuqarolarning ishonchiga kirgan. Advokat go'yoki huquqiy yordam ko'rsatishini aytib, fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarini bilgandan so'ng ruhiy bosim yetkazib, qo'rqitib, jabrlanuvchilardan pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Uning navbatdagi o'ljasi Qamashi va G'uzor tumanlarida istiqomat qiluvchi Fotima hamda Aziza ismli ayollar bo'ldi. Soxta advokat ayollarning farzandlari hayotiga zarar yetkazish bilan qo'rqitib, oilasiga nisbatan turli tahdidli gaplarni aytib, huquqiy yordam bahonasida 4-5 million so'm atrofidagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan olgan. Olib borilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida ushbu jinoyatlarni sodir etgan soxta advokat qo'lga olindi. Mazkur holatlar yuzasidan Qarshi shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardagi soxta akkauntlar, yolg'on va'dalar hamda tahdidli xabarlarga ishonmang. Shubhali holatlarga duch kelganda zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki o'zingizga yaqin oradagi ichki ishlar organlariga murojaat qiling.